Xullas, ertalabdan настроение yo'q edi. Kecha uxlaganim ham yo'q. Endi hammamiz to'g'ri chempion. Endi hamma yutgisi keladi. Hech kim yutqizgisi kelmaydi. Yigitlar rosa qattiq ishlashdi. O'zlaring bilasizlar, hozir Kongo yutqizdi, Kolumbiya yutdi. Bizda hali ham shans bor, lekin ko'pchilik aytyapti, nima deydi, Kongoni yutsak bo'ldi. Lekin bitta yutish bilan hozir ish bitmaydi, chunki nima deydi, katta sho't bilan yutishimiz kerak. Kamida 2tami, 3ta yo 4ta gol urish kerak. Chunki har bitta 3-o'rinda olgan boshqa guruhlardagi komandalarni hisob kitobini chiqarishsa kerak. O'shanga qarab turib, kim yaxshi o'ynagan bo'lsa, o'shanga qarab nima deydi, chiqish kerak. Lekin hammasi Xudoda qo'lida. Lekin yigitlar, sizlarga katta rahmat. Nima deydi, ranjimanglar. Hech kimdan kechirim so'ramanglar. Sizlar kechirim so'raydigan ish qilganlaring yo'q. Boshlaringni baland ko'tarib yuringlar. Rahmat. Juda ham qattiq ishlading, harakat qilding. Lekin bu boshlanishi. Biz hali ko'p dunyo chempionatlarini, Xudo xolasa, O'zbekistonni dunyo chempionatlarida ko'ramiz. Ana o'shanda bir 10-15-sida yutqizsa, keyin ayb bo'ladi. Hozircha bu ayb emas. Bu faqat boshlanishi, do'stlar. Xullas, Xudo xolasa, Atlantada ko'rishamiz. Men o'sha stadionda bo'laman, oilam bilan ketyapman. Faqat o'g'lim bo'lmaydi, xolos. O'g'lim Kaliforniyada bo'ladi. Ular suzish polosi bo'yicha Amerika hozir dunyo chempionatiga ketadi. O'shanga Xorvatiyaga ketadi. Shuning uchun Xudo xolasa stadionda bo'lamiz. Agar kelsalaring, Xudo xolasa, o'shda ko'rishamiz, gaplashamiz, balet qilamiz va Xudo xolasa Kongoni enasinikiga ko'rsatamiz.